Do'stlar, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Bugun sizlarga Devol fasad haqida ma'lumot beramiz. Ya'ni jiddiy travertin narxlaridan video bo'ladi bugun. Xo'p, ustalarimiz bu uyimizni chiroyli qilishgan ekan. Qish kelyapti bilasizlar. Qishda ham bu Devol fasadini qilsa bo'lar ekan. Masalan, yozda vaqtingiz bo'lmadimi, qishda ham siz bemalol devolingizni shunaqa chiroyli qilsangiz bo'ladi. Mana shunaqa travertlar qilib berishar ekan. Bu yerda hozir Toj Mahal qilishgan. Xohlasangiz Toj Mahal, xohlasangiz boshqalari. Bu yerlari 3D rombik bo'lgan. Xo'p, 10 yil garantiyasi bor. Suv bilan yuvsangiz hech nima qilmaydi. Loy bo'lgan taqdirda bemalol suv sepib, artib olsangiz bo'lar ekan. Xullas, videomizni oxirigacha ko'ring, siz uchun foydali video bo'ladi albatta. Devolingizni haligacha chiroyli qilmagan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Like bo'lsangiz do'stlar, boshladik.